Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq aziz qarindoshlar. Har vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ko'rayotganimizdek tor texnika bilimlarining uchqandek taraqqiy qilishi va undan boshqa dunyo yangiliklari tez o'zgarib turayotgan bo'lsa-mu, til saviyamizning cheklik bo'lishi sababli bu yangiliklardan vaqtida xabardor bo'lishdan mahrum qilyapmiz. Shu sababdan tor bekat ko'rinmamizni tarjima qiladigan bir chiqish orqali o'z yozig'imizni texnik go'zal ko'rsatadigan tor betning fontlarini ko'rinmamizni qiyofatini o'zgartiradigan tor bekatning ko'rinmamizni kechilik va kunduzlik modga almashtirib bo'ladigan tor bekatningki xat cho'nligini xohlagancha o'zgartirishga bo'ladigan bu qurilma olib keldim. Qani diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Biz avval men WhatsApp guruhiga avatgan detalni tushirib olamiz. Tushirib bo'lgandan keyin bu zipolat tushidi. Biz buni zipolatni yeyishimiz. Mana. Holatda yeyishib olgandan keyin buning ichiga kirsanglar, mana bu detalninki kodlari va ko'rinmamizniki nimalar chiqadi. Buning ichidan biz fontni qashlaymiz. Agar sizning kompyuteringiz bo'lib qolsa, qachlamsangiz bo'ldi. Agar yo'q bo'lib qolsa, mana font degan detalning nima folderning ichiga kirib, buning ichidan hamma tanlab, mousening o'ng knopkasini chekib, bu yerdan install agarda turkcha bo'lib qolsa yukla deb bossangiz bo'ldi. Mana bosgandan keyin mening kompyuterimda bor. Bu holatda mana chiqadi. Agar yo'q bo'lib qolsa, yasni besib olsangiz bo'ldi. Men bu bo'lib qolsa yana qayta bostirib qo'shilyapti. Tamam, mana qashlab bo'lgandan keyin endi boshqa yo'ldan chaqilmaymiz. Buni o'chirib, ikkinchi qadamda biz tor ko'rg'ichni ochamiz. Tor ko'rg'ichni ochgandan keyin qarasanglar, buningki tor ko'rg'ichning o'ng tarafdan mana 3 tal chekni besib, buning ichidan extension degan ma'no bosamiz. Buning ichidan ma'no talash kirib, extension ma'no talashning ichidan mana birinchisini tanlaymiz. Birinchi tanlagandan keyin bu yerga biz tor ko'rg'ichningki qistormalari tushiradigan o'rin bu. Buning ichidan miyadan mana sol tarafdan birinchisini ma'no tanlab, undan keyin bayam tushirib olgan mana Uyg'ur font extension degan folderni ko'rsatib beramiz. Buni tanlab bo'lgandan keyin select folderligini bossak, mana bu yerga tushdi hozir mana tor bekatning fontini, ko'rinmamizni, yo'nalishini o'zgartiradigan, Uyg'urchaga moslashtiradigan. Bu agarda taqa qolat bo'lib qolsa, mana ichib o'tisizlar. Ochgandan keyin miyani yangi bir bet ichib, undan keyin mana ichib kirsizlar. Mana qarasanglar, bu yerga chiqqan bo'ladi. Normal qashlangan bo'lsa, undan keyin miqdosh belgisini besib olsangiz, bu yerga davomli qilmay chiqib turadi. Bu yer ustiga chiqadi. Ustiga chiqqandan keyin biz avval buning ko'rinmamiz bilan tanishib chiqamiz. Mana bosgandan keyin qarasanglar, mana buning ko'rinmamizi bu shaklda. Kechilik mod, kunduzlik, kunduzlik. Undan keyin mana tor bekatlarni normalda Uyg'urcha, Arabchadan boshqa tor bekatlarning hammasi soldan o'ngga yo'nalishi. Biz buni o'ngdan solga ko'rinadigan o'zgartiramiz. Shu sababdan bu Qur'onni foydalanamiz. Undan keyin tarjima. Biz ash tarjima qilmoqchi bo'lgan tor bekatni shu bossanglar tarjima qildi. Undan boshqa buningga 4 xil font qo'shdim. Bu 4 xil fontdan xohlaganda tor bekatni xohlagan font tanlab turib ishlaysizlar. Agarda buni bekor qilayotmoqchi bo'lib qolsanglar, tanlashni, asli keltirish deganni besib olsangiz bo'ldi. Undan keyin mana üst tarafdagi tangshakni ichiga kirsanglar, bu yerda 3 xil ko'rinmamiz bor. Mana bu detalni ishlatadigan. Mana o'zingiz xohlagan tanlab turib ishlatsangiz bo'ldi. Buni ostida qarasanglar, bu yerda fontning cho'ng kichikni o'zgartirib oldi. Bu yerda bu tor bekatningki siz ishlatmoqchi bo'lgan, hozir tarjima qilmoqchi bo'lgan tor bekatningki fontni. Normalda qarasanglar, mana sukutga deganni bossanglar 100%. Shu normal holda. Agar cho'ngaytmoqchi bo'lib qolsanglar, yana bossanglar 10% cho'ngaydi, yana bir bossanglar 20% cho'ngaydi. Kichiklatmoqchi bo'lib qolsanglar, yana biz orqali har bir chekkanda 10% kichiklaydi. Buni o'ng so'l surish orqali o'zingizlar xohlagan tanishlaysiz. Odatda sukut kalta qo'yib ishlatsangiz bo'ldi. Mana shu holatda ishlatsangiz bo'ldi. Undan keyin xatoni besib o'tib, biz buningki unumini ko'rib qilay. YouTube kiraylar. YouTube'ni qarasanglar, butun ko'rinmamizni, mana shu YouTube'dagi filmninki qaysi nima bo'lib qolsa, tilda bo'lib qolsa, mana shu yoziq shu holatda. Biz buni tarjima qilish uchun mousening o'ng knopkasini cheksanglar, mana bu Uyg'urchaga tarjima qilib chiqadi. Buni bosgandan keyin qarasanglar, hozir buni Uyg'urchaga tarjima qildi. Mana filmning ismini uchun. Lekin
Qarasanglar buningki yezilishi soldan o'ngga. Ham xatlarimi biz degandek undaq chiroyli emas, xatlar uchun. Ham biz bu detalni qanday foydalanamiz desanglar, mana detalni chekkandan keyin mana biz buningga yukuji ekran fondini tanlaydi. Qarasanglar xat o'zgardi. Endi bu xat o'zgardi, lekin bu soldan o'ngga. Asli ma xatlar o'ngdan so'lga yozilishi kerak. O'ngdan so'lga yozilishi kerak ma xatlar. Bunday bo'lgandan keyin bu yerdan biz ma'ni tanlaymiz. Ma'ni tanlasanglar mana bütün ko'rinmaydi. Hozir xatlarning yozilishi soldan, o'ngdan so'lga oldi. Endi biz yana boshqa tor bekatlarni ko'rib boqalar. Masalan, mana shu kirsanglar bu TRT-ninki xabar qiladi. Endi biz buni tarjima qilish uchun mouse'ni o'ng knopkasini chekib, ma'ni chekib tarjima qildik. Tarjima qilgandan keyin bu uyg'urchaga tarjima bo'ldi mana. Lekin soldan o'ngga qarasanglar, asli o'ng tarafdan boshlanish kerak. Boshlanishgan. Xatlam shu. Buning uchun biz ma'ni chekib, buningki fontni masalan hozir yukuji qo'l yozma o'zgartib qo'ydi. Undan keyin ko'ringlar, mana hozir unim. Buni yukuji tuzdan o'zgarsanglar ma'lumot o'zgaradi mana. Buni asliga oltiga qaytarib o'tmoqchi bo'lib qolsanglar, mana asliga qaytaring deganni besasanglar, ma'lumot qaytadi. Undan keyin buni biz fontni to'ntimiz, tor bekatni soldan o'ngga tangishmoqchi bo'lib qolsak, qaranglar, bu yerdagi xatlar o'ngdan chiqish kerak. Israiliyana degan xat o'ngdan boshlanib, miyaga kelgan vaqtda oxirlashi kerak. Bu hozir soldan boshlanibdi. Bo'lgandan keyin mana bassanglar mana. Hozir to'g'ri bo'ldi. Yozilishi. Mana shu hozir to'g'ri ma'lumot chiqdi. Hozir buni ishlatmasanglar, mana ilvatdim, qarasanglar mana. Mana asrninki masalan, rekord yaratdi degan xat o'ng tarafda to'xtash kerak. Ma'lumotda. Mushohada ishlasang bo'ldi. Undan boshqa yana biz boshqa tor bekatni sinab qilib boqaylik. Masalan, qarasanglar mana Al Jazeera'niki, Al Jazeera'ning butun inglizcha. Buni mouse o'ng knopkasini chekib, mana tarjima qildik. Tarjima qilgandan keyin lekin xatlari ma'lumot chiqdi mana, fontlari chiroyli emas, ham soldan o'ngga buni qaranglar. Asli miya o'ngdan so'lga yozilishi kerak. Bunday bo'lgandan keyin biz Qur'onni qayta masalan hozir tanlaqli bo'lsin, mana tor bekat kirgandan keyin biz cho'qim shuna bir to'ntishimiz kerak. To'ntish uchun biz ham yerni xalan fontni tanlab olsanglar, mana tanlaqli bo'lgandan keyin o'zgaradi ma'lumotda. Ba'zi qarindoshlar tor bekatni ziyorat qilib, xabar binasini ko'rib qolgan vaqtda ko'zga ziyon qildi, aqolat ishlasanglar, buni kechilik modga o'zgartirish uchun miyat kechilik deganni besib olsanglar mana. Mana o'zgaradi. Mana. Mana kunduz deganni besib olsanglar o'zgaradi, kechilik deganni besib olsanglar kechilik o'zgaradi. YouTube nomi shu mana. Asli bu YouTube bunday emas. Meniki kunduz deganni besib olsam mana oq chiqadi. Kechilik deganni besib o'tgandan keyin ma'lumotda. Sen bana qarasaqmi mana. Göç, diaspora ve sivil diplomasi alanındaki yol. Qarasaqlar, asli buningki asli altini ko'rib qoladi. Mana. Mana ichidan biz mana asliga qaytarish deganni besib olsam, qaranglar mana. Biz sol tarafda, bu inkas yozuvchi tarafda mana soldan o'ngga yozilgan uyg'urcha. Asli bunday bo'lmaydi bu. Buni o'ngdan so'lga yozish kerak, undan keyin font tanlaymiz. Endi ko'rib baqsanglar mana. Endi fontni o'qisanglar hammasi asli turkcha, inglizcha yozilgan inkaslar. Buni uyg'urcha shu holatda ko'rsanglar bo'ldi. Undan boshqa masalan biz buni miyani o'ziniki tarjima qilishni ko'rib qolay. Mana tarjima, tor bekat kirdik. Tarjima deganni bosgandan keyin mana hozir uyg'urchaga tarjima qildi. Undan keyin buni uyg'urchadan boshqa, mana men qarasam, men chiqdi. Uyg'urchadan boshqa mana qarasam 130 dan ortiq tilga tarjima qilib ishlatalasizlar. Sen mani yangiladim. Miyadan tanlasanglar bo'ldi. Masalan, men buni masalan miyadan Arabik degan tanlasam, mana butun arabcha bo'ldi nimaniki. Asli bu turkcha-ku, mana tor bekat. Mana. Miyadan mana asliga qaytarish degan besib olsanglar, mana. O'sha holatda. Undan boshqa buni yana boshqa tilga tarjima qilman desanglar, masalan, miyadan
o'zbekchaga tarjima qildi. Mana asli turkcha bu. Ko'rinmishi turkcha. Buni hozir o'zbekchaga tarjima qildi. Hozir yana buni boshqa tilga tarjima qilmoqchi bo'lib qolsanglar, ma'batni bir yengilib olsanglar, yerdan ma til tarjima qiling degan ma'bat chiqdi. Chiqqandan keyin yana buning ichidan o'zinglar qaysi tilga tarjima qilmoqchi bo'lib qolsanglar, shu tilga tarjima qilsang bo'ldi. Men hozir uyg'urchaga tanlab qo'ydim. Uyg'urchaga tanlagandan keyin mana hozir ko'rinmishi uyg'urcha bo'ldi. Endi buni tarjima qilib bo'lgandan keyin bu yerdan cho'qim buniki o'ng so'lni fontni tanlaymiz. Hozir o'ng tanladim. Bundan keyin fontni tanlasak mana hozirgidek unumga erishimiz. Bu detal tunji nashri bu. Buningga qo'shadigan ba'zi iqtidor yoki kamchilikni imkonsiyatini qoldirsanglar, inshaalloh keyingi nashrda bu tuzilib texmo mukammal, texmo iqtidorli sistemaga o'zgartamiz. Agar sizmo tor dunyosini ana tilimizda texmo rohat o'qiyman desangiz, bu detalni cho'qim sinab boqing. Detalni WhatsApp guruhimizdan topa olasiz. Inshaalloh o'sha hafta ichida yana bundan boshqa ko'p iqtidorli sun'iy aql uyg'urcha, sun'iy aql Qur'onni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Agar darsimiz yaragan bo'lsa, tarqatib qo'yishni va har qaysi hisoblarimizga ergishishni unutmang. Har qanday fikr taklif bo'lsa, imkonsiyatini qoldirsangiz bo'ladi. Yana bir qitim ko'rishcha. Aman bo'linglar. Allohga emanet.